Qandli diabeti bor insonlar qanday ichimliklarni ichishi kerak, qanday ichimliklardan qochish kerak va bu ichimliklar bizga o'zi nima beradi? Siz shu haqda qiziqib ko'rganmisiz hech? Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Bizga juda ham ko'p savollar kelib tushadi. Doktor, qanaqa ichimliklarni ichsam qondagi qand darajamni tushishiga yordam beradi? Biz ham suvdan tashqari yana nimadir ichish mumkinmi o'zi yoki yo'qmi degan savollar kelib chiqadi. Demak, bu savollar haqiqatan ham o'rinli va bu savollarning javobi o'zi qanday? O'zi rostdan bunday mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, qandli diabeti bor insonlar nimadir ichishi mumkinmi yoki yo'qmi? Yo faqat suv ichib yashaydimi bular? Demak, aynan shu savolga xudo xolasa hozir javob beramiz. Faqat siz hoziroq shu qo'lchani qizartirib qo'ying. Chunki bu qo'lchani qizartirishingizni menga foydasi yo'q, lekin aynan sizga o'xshagan insonlar uchun manfaatli bo'lgan videoni ulargacha yetib borishiga shunchaki sababchi bo'lasiz. Va hoziroq bizga esa obuna tugmasini bosib qo'ying. Xuddi shunday sifatli va kerakli ilmiy tasdiqlangan ma'lumotlar birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Demak, boshladik. Tarkibida har qanday shakar saqlaydigan ichimliklarni ichish mumkin emas. Ya'ni har qanday tarkibida shakar saqlaydigan mahsulotlar bular qonda qand darajasini ko'taradi. Hattoki qonda qand darajasini tezlik bilan qisqa muddat ichida ko'tarib, uni tushira olmasligingizga ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bular nimalar? Masalan, gazlangan shirin ichimliklar. Yo bo'lmasam gazlanmagan shirin ichimliklar bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam turli xil mevalardan tayyorlangan sharbatlar bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam turli xil sizga quvvat beradigan, kuch beradigan energetiklar bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam siz yaxshi deb o'ylaydigan trivatnom, dvovatnom shakldagi kofelar bo'lishi mumkin. Ya'ni shunday ichib ko'rganingizda shirinlikni his qildingiz degani, bu uni tarkibida qand bor degani va u sizda qondagi qand darajasini tezlik bilan ko'tarib, skachokga sabab bo'ladi va uni hatto tushirishga qiynab qo'yadi sizni. Demak, shunday ekan, har qanday tarkib jihatdan shirin bo'lgan ichimliklar eng tez qonda qand darajasini ko'taradigan va insulin rezistentligini kuchaytirib qo'yadigan. Agar sizda birinchi tur qandli diabet tashxisi bo'lsa, men insulinni olaman va bemalol ichaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ha, shunday. U uchun doполнительный qo'shimcha insulin olarsiz, lekin har bir ortiqcha qabul qilgan insulinni sizni tanangizdagi boshqarilishi haqida ham o'ylab ko'ring. Agar to'g'ri boshqara olsangiz, marhamat, oshingiz bo'lsin, bemalol qabul qilsangiz bo'ladi. Va qandli diabet ikkinchi tur tashxisi qo'yilgan har qanday insonda insulin rezistentligi bor va bunaqa ichimliklar, ya'ni qonda qand darajasini tezlik bilan, hatto 1 minut, 5 minutga qolmasdan ko'tarib skachok qiladigan har qanday ichimliklar sizdagi insulin rezistentligini yanada kuchaytirib qo'yadi va bora-bora qandingizni hattoki boshqara olmaydigan bo'lib qolishingizga ham, yo bo'lmasam keyinchalik insulinga o'tib qolishingizga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunday ekan, qonda qand darajasini tez ko'taradigan har qanday mahsulotdan qochishingiz shart. Xo'p, ichish mumkin bo'lgan o'zi ichimlik bormi degan savolga esa quyidagicha javob beraman. Birinchi daftaringizni qo'lingizga olasiz, ruchkangizni qo'lingizga olasiz va yozib chiqasiz. Birinchi 7 ta raqam qo'yib, birinchi 7-likda ketma-ketlik bilan yozasiz. Ya'ni birinchilardan bo'lib ichish mumkin bo'lgan ichimlik bu toza suv. 7 ta raqam qo'ygan raqamimizga ham, 7 ta ro'yxatingizga ham toza suv deb yozib chiqing. Qayta-qayta aytaman. Eng birinchi qonda qandni hattoki tushirib ham beradigan narsa, siz uchun eng foydali, eng sifatlisi bu ichimlik suvi, toza suv. Har qanaqasiga toza suvning o'rnini hech qanaqangi ichimlik bosa olmaydi. Siz bundan tashqari yana foydalanishingiz mumkin. Agar quruq suvni nimagadir almashtirmoqchi bo'lsangiz, ichiga limon solgan holatda foydalanishingiz mumkin. Ya'ni limonli suv deydi. Xuddi shunday qilib ichishingiz mumkin. Yo bo'lmasam gazlangan, lekin ranglanmagan va ichida shakar solinmagan mineral suvlar bor. Gazli mineral suv bemalol ichishingiz mumkin. Yoki chortoq suvlari bemalol ichishingiz mumkin. Ya'ni uni ham miqdori bor va miqdoriga albatta e'tiborli bo'lasiz. Yo bo'lmasam qanaqadir giyohlardan, qanaqadir o'tlardan tayyorlanadigan choylar, faqatgina ko'k choy emas, bemalol har qanaqa giyoh, o'tlardan tayyorlangan choylarni ichiga shakar solmagan holatda bemalol foydalanishingiz va ichishingiz mumkin. Faqatgina sharti shu, shakar solmaysiz. Va bundan tashqari yana bitta mahsulot bor. Hattoki men uni suvdan keyingi o'ringa ham qo'yaman. Bu kofe, ya'ni qahva.
Ha, to'g'ri eshitdingiz. Faqatgina u birinchidan toza bo'lishi kerak, yaxshi, sifatli qahvani tanlay olishingiz kerak va aynan u sizni tilingizda aytadigan bo'lsak, qora kofe deysiz-ku, xuddi o'sha qora kofe, ichiga hech qanaqangi qo'shimchalari yo'q. Faqatgina kofeni o'zi bo'lsin va uni tayyorlab ichishda ham birorta qo'shimcha qo'shmaysiz. Hatto sahr zaminatel bo'lsa ham qo'shmaysiz. Faqatgina o'sha kofeni o'zini suvga aralashtirib ichishingiz mumkin. Agar uni ichiga shakar soladigan bo'lsangiz yoki zaminatel soladigan bo'lsangiz, u shakar choy bo'ladi va u sizga foyda o'rniga zararga ishlaydi. Agar faqatgina o'zini tayyorlagan holda ichsangiz, qon tomirlarni hatto tozalashga ham yordam beradi. Hatto sizda Alsgeymer kasalligi uchrash ehtimolini juda katta protsentda kamaytirib ham beradi. Ya'ni xotira bilan bog'liq muammolar kelib chiqmasligi uchun yaxshi yordamchi desam ham bo'ladi bunday oladigan bo'lsa. Demak, ichish mumkin bo'lgan narsalar ham juda ko'p aslida. Faqat shunchaki ozgina fikr qilish kerak tamom. Ya'ni ta'm jihatdan shirin bo'lmasa va tozalik jihatdan suvga o'xshagan har qanaqa narsalarni bemalol ichsangiz bo'ladi. Men o'ylaymanki, qisqacha qilib guruhlarga bo'lgan holatda bu mavzuni yopdik. Va endi mana bunaqangi mevani sharbati, mana bunaqangi sabzavotni sharbati degan savollar ortiqcha deb o'ylayman. Agar sizda bundan ham qiziqarli, ya'ni ichimliklardan tashqari qanaqadir qiziqarli savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentda yozib qoldiring. Aynan ko'rib chiqamiz va xohlasangiz o'sha joyni o'zida yo bo'lmasam juda ham qiziqarli va juda ko'pchilikni og'riqlar nuqtasi deb hisoblaydigan bo'lsak, xuddi mana shunday video ko'rinishga keltirib sizga yetkazamiz xudo xolasa. Va esdan chiqarmang, yana bir qolib ketibdi, yana bir guruh shunaqangi ichimliklar borki, men ularni hozir bu yerda sanamadim va ular qaysilar, siz kommentda yozib qoldiring. Men shunchaki sizni ham ozgina fikrlashga majbur qilmoqchiman va fikrlashingizni bilmoqchiman va har bir kommentni o'qib chiqaman. Shunday ekan, yuqorida sanaganlarimizdan tashqari yana nima qolib ketdi, ichish mumkin bo'lgan, ularni kommentda yozib qoldiring. Bizga esa obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, do'stlar, o'zingizni shunchaki birinchi navbatda o'zingiz uchun asrang.